Seyredaşlar. Bu nakşımızı Mişeyki Botavan bizning eng aziz, eng qadrdan, eng mehribon, eng suyumlik dunyodagi bir talla suyumlik aziz onalarimizning hurmatiga taqdim qilmoqchimiz. Marhamat qabul qilinglar. Bugungi konsertimizning birinchi maqsadi shu Allohning oldida onalarimizning roziligi uchun. Canım Allah, sizler için aksa. Merhamet. Aman bolunlar. Bu zalda bizning analarımız oturdu. Biz sizlarga ta'zim qilib rahmat